Assalomu alaykum azizlar. Biz bugun siz bilan mikrosxemalar haqida gaplashamiz. Bugungi dars juda muhim dars hisoblanadi. Sababi Arduino platasiga kompyuter yordamida dastur yozamiz. Shu darsdan boshlab biz kod orqali qurilmalarni boshqarishni boshlaymiz. Endi biz kod yozadiganimiz, ya'ni dastur yozadiganimiz miya, ya'ni mikrosxema nimaligini keling birgalikda o'rganaylik. Mikrosxema ingliz tilida IC Integrated Circuit. ya'ni ma'nosi birlashtirilgan elektron zanjirni bildiradi. Mikrosxema bu yarim o'tkazgich asosida tayyorlangan bitta kichik korpus ichida ko'plab elektron elementlar, tranzistor, rezistor, diod va ulanish yo'llari joylashtirilgan qurilmadir. Yana ham soddaroq qilib aytganda, mikrosxema bu ichida ko'plab juda kichik elektron qismlar joylashtirilgan bitta chip. U elektron qurilmalarga o'ylash, hisoblash va buyruqlarni bajarishga yordam beradi. Dastlab elektron qurilmalar juda katta va murakkab bo'lgan. Ular lampalar va alohida detallardan yig'ilgan. 1947-yilda tranzistor ixtiro qilindi va elektronika ancha kichraydi. 1958 va 1959-yillarda olimlar bir nechta elektron elementlarni bitta plastinka ichiga joylash g'oyasini yaratishdi. Shundan so'ng mikrosxema IC paydo bo'ldi. Bu kashfiyot kompyuterlar, telefonlar va televizorlarni kichik va tez ishlaydigan qildi. Aniqroq qilib aytsak, mikrosxemani paydo bo'lishiga Jack Kilby sabab bo'lgan. U 1958-yilda Texas Instruments kompaniyasida ishlagan paytida birinchi ishlaydigan mikrosxemani yasagan. Jack Kilby bir nechta elektron elementlarni bitta kichik kristal ichiga joylashtirish mumkinligini isbotlagan. Jack Kilby elektronika rivojiga qo'shgan katta hissasi uchun 2000-yilda Nobel mukofoti bilan taqdirlangan. Shu sababli u mikrosxemaning otasi ham deb ataladi. Yana bir olim Robert Noyce esa 1959-yilda mikrosxemani sanoatda ommaviy ishlab chiqarish yo'lini topgan. Jack Kilby birinchi mikrosxemani yasagan bo'lsa, Robert Noyce uni arzon, ishonchli va hammaga yetib boradigan texnologiyaga aylantirgan. Bugungi zamonaviy chiplar aynan uning usuli asosida ishlab chiqariladi. Jack Kilby mikrosxemani ixtiro qilgan, Robert Noyce esa uni dunyoga yoygan. Vaqt o'tishi bilan mikrosxemalar yanada aqlli bo'lib bordi. Avval faqat oddiy vazifalarni bajargan bo'lsa, keyin dastur yoziladigan mikrosxemalar yaratildi. Bugungi kunda Atmega, SP8266 va SP32 kabi chiplar butun boshli qurilmani boshqara oladi. Hozirgi zamonaviy mikrosxemalar internetga ulanadi, sensorlardan ma'lumot oladi va robotlarni boshqaradi. Shu sababli mikrosxemalar zamonaviy texnologiyaning eng muhim qismi hisoblanadi. Mikrosxemalar ikki xil bo'ladi. Dastur yoziladigan va dastur yozilmaydigan. Dastur yozilmaydigan mikrosxemalar vazifasi zavodda belgilangan, foydalanuvchi tomonidan ichiga dastur yozilmaydigan mikrosxemalardir. Dastur yozilmaydigan mikrosxemalarga 4 ta misol keltiramiz. NY555
Vaqt va impuls hosil qiluvchi mikrosxema. LED miltillatish, timer va signal generator sxemalarida ishlatiladi. SN74HS00 mantiqiy NAND mikrosxema. Tugmalar, LED va robotlarda qaror qabul qilish uchun ishlatiladi. LM358 kuchsiz elektr signallarini kuchaytiradi. Sensorlar, ovoz va avtomatika qurilmalarida keng qo'llaniladi. 7805 kuchlanishni barqarorlashtiradi. Yuqori kuchlanishni xavfsiz 5 voltga tushirib, mikrosxemalarni himoya qiladi. Endi esa dastur yoziladigan mikrosxemalar haqida gaplashamiz. Dastur yoziladigan mikrosxemalar bu ichiga maxsus dastur yoziladigan aqlli chiplar bo'lib, ular buyruqlarni bajaradi, chiroq, sensor va motorlarni boshqaradi. Robotlar, aqlli qurilmalar va elektronika loyihalarida ishlatiladi. Ulardan ham 4 tasini sanaymiz. ATmega 328 dastur yoziladigan mikrosxema Arduino platalarida ishlatiladi. LED, tugma, sensor va motorlarni boshqarish uchun qo'llaniladi. Atini 85 kichik dastur yoziladigan mikrosxema. Oddiy loyihalar, LED miltillatish va kam tokli avtomatika qurilmalarida ishlatiladi. SP8266X Wi-Fi bilan ishlaydigan dastur yoziladigan mikrosxema. Internet orqali qurilmalarni boshqarish va ma'lumot yuborish uchun ishlatiladi. SP32 kuchli dastur yoziladigan mikrosxema. Wi-Fi va Bluetoothga ega. Robotlar, aqlli uy va zamonaviy IoT loyihalarida qo'llaniladi. Qo'limdagi Arduino Uno platasidir. Uning yordamida biz turli xil qurilmalar yasashimiz mumkin. U Atmega 328 mikrosxemasiga asoslangan holda ishlaydi. Biz kompyuter yordamida uning xotirasiga dastur yozamiz. Mikrosxema esa ushbu dasturga asoslangan holatda qurilmalarimizni boshqarishni boshlaydi. Azizlar, keling, ushbu plata bilan yaqindan tanishamiz. Azizlar, qo'limda Arduino Uno platasi. Bu Arduino Uno platasi bilan siz bilan yaqindan tanishib chiqamiz. Qarang. Arduino Uno platasida ikkita mana bunday teshikcha mavjud ekan. Mana bu teshikchamiz USB orqali kompyuterga ulash uchun ishlatiladi. Bu teshikchamiz esa agar qachonki kompyuterga ulanmagan holatda biz uni qurilmalarda, ya'ni deylik robotda ishlatadigan bo'lsak, unga quvvat berish uchun 9 voltlik batareyka orqali masalan ulashimiz mumkin. Mana shu teshikcha orqali quvvat berishimiz mumkin. Demak azizlar, plata bilan yaqindan tanishishni boshlaymiz. Asosan biz mana bu pinlarni ko'rib chiqamiz. Siz bilan pinlar nima qilar ekan, o'shani o'rganib chiqamiz sizlar bilan. Qarang. Demak bizda quyidagi pinlar mavjud. Bir chekkadan hammasini tushunishga harakat qilamiz. Mana bu joyda keling biroz kattalashtirib, yaqinlashtirib qo'yib. Azizlar, mana bu joyda 5 volt deb yozilgan. U mana bu pin ekan, mana bu pin. Bu pinga demak biz jumper kabelni tiqamiz. Bu 5 volt qurilmalarga, ya'ni tashqi qurilmalarga quvvat berish uchun
doimiy 5 volt hisoblanadi. Ya'ni mana shu yerga tiqadigan bo'lsangiz, doim deylik LED doim yonib turadi. Qurilma ishga tushganda, umuman mana bu Arduino platamizga qachonki quvvat kelganda, demak doim mana bu joyda nima bo'lar ekan? 5 volt plus bo'lar ekan. Ikkinchisi, res deb yozilganini ko'ryapsiz. Bu restart hisoblanadi. Restart pini nima qiladi? Umuman olganda bizda kodni qaytadan ishga tushirishimiz ham mumkin ba'zan. Masalan, bu degani mana bu tugma orqali biz qaytadan qurilmani mana bu tugma orqali, mana qarang. Mana tugma orqali qaytadan biz bitta bosadigan bo'lsak, qurilmamiz qaytadan kodlari boshqatdan o'qilib ishga tushishni boshlaydi. Xuddi o'sha vazifani bu pin ham bajara oladi. Buning uchun mana bu pinni yerga ulashimiz kerak. Mana GND deyapti, ya'ni minusga ulashimiz kerak bo'ladi. Ikkalasini tutashtiradigan bo'lsak, demak bu pin bilan bu pinni demak bir-biriga tutashtiradigan bo'lsak, bir lahza yetadi. Masalan, bir degancha sanaguncha bitta tutashtiradigan bo'lsak, o'shanda nima sodir bo'ladi? Qaytadan qurilmamiz, ya'ni Arduino'miz qaytadan ishga tushib, kodlarni qaytadan o'qishni boshlaydi. Demak, rest tushunarli. Davom etamiz. 3 volt. Ba'zi detallarga, ya'ni ba'zi qurilmalarga 3 volt kerak bo'ladi. Ba'zi bir sensor yoki motor shunga o'xshagan narsalarga 3 volt kerak bo'ladigan bo'lsa, biz mana shu yerdan unga quvvat olib beramiz. Bu 3 volt ham doim mana shu yerda mavjud bo'ladi. Bizda yana bitta 5 volt bor ekan. Mana bu pinimiz ham 5 volt. Nega ikkita 5 volt qilingan deb savol berishingiz mumkin. Chunki qarang, deylik bitta narsaga 5 volt ketyapti. Yana 5 volt qayergadir kerak bo'lib qolishi mumkin. Bizda mana shu joydan olinaveradi. Ikkita yer ham mavjud. Ko'rib turibsiz, yer degani minus, ya'ni GND, ground degani yer, ya'ni minusimiz ikkita ekan. Mana 1 2. Xo'p, mana bu yoqda win degan yana bitta pinimiz bor ekan. Win pini nima qiladi? Bu yerga 7 voltdan 12 voltgacha tashqi quvvat berishimiz mumkin. 7 voltdan 12 voltgacha tashqaridan bu yoqqa quvvat kirgizishimiz mumkin ekan. Davom etamiz. Azizlar, bizda analog pinlar ham mavjud. Mana ular analog pinlar. Analog pinlar nima degani? Analog pinlar deylik, bu yerga har xil tok kelishi mumkin sensorlardan. Asosan sensorlar ulanadi, sensorlardan toklarni qabul qilib oladi. Masalan, sensordan deylik 5 volt kelsa A0 pinimizga A0, A1, A2, A3, A4, A5 degan pinlarimiz ko'rib turibsiz. A0 degan pinimizga demak bizda hozir 5 volt keladigan bo'lsa, u raqamga aylanadi-da 1023 degan raqamga songa aylanadi. Kodimizda aylanadi. Ya'ni biz o'sha signalning kuchliligi yoki kamligiga qarab nimalarnidir shart asosida boshqarishimiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bizga analog pinlar kerak. Esingizda tursin, bu analog pinlar 0 dan 1023 gacha bo'lgan sonlarni o'z ichiga olar ekan. 0 dan 1023 gacha bo'lgan, ya'ni 0 voltda 0 volt, 2,5 voltda deylik 511 degan raqam uzatadi. Agar 5 volt to'liq keladigan bo'lsa 1023 degan raqamlarni uzatishi ehtimoli bor. Tushundingizmi? Demak, bu analog pinlar ekan, ular 5 ta bo'ladi. Davom etaman, endi ozgina bu yoqqa suraman platamni. Mana. Qarang, bu yerda digital deb yozilgan, digital pinlar. Ular 13 ta 0 dan to 13 gacha ekan. Mana. Endi birinchi pinimiz, ya'ni 0 deb bu yoqda berilyapti. 0-pinimiz. Tak.
serial qabul qilish uchun ishlatiladi. Serial qabul qilish. Serial qabul qilish bu serial qabul qilish bu nima degani? Ma'lumot tinimsiz almashib turadigan ishlarda mana shu pinlarimizni ishlatamiz. Ikkinchisi, qarang, serial chiqish pini hisoblanadi. TX. Ya'ni bittasi serial uzatish ekan, mana bu strelka qilib qo'ygan. Bittasi serial qabul qilish. Ya'ni ma'lumot doim kirib turadi, o'zgargan ma'lumotlar yoki o'zgargan qanaqadir yana ma'lumotlar doim chiqib turadi. Bu ikkita pinimiz asosan mana shu narsa uchun ishlatiladi. Demak, buni tushundingiz. Endi oddiy digital pinlar 2 dan boshlab to 13 gacha bizda hisoblanadi. Mana 13-pinimiz. Oddiy digital pinlarimiz 2 dan to 13 gacha ekan. Mana bungacha. Xo'p, digital pin nima degani? Bu yerda yoki tok umuman bo'lmaydi, ya'ni 0 volt yoki 5 volt bo'ladi. Ikkita variantdan bittasi bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi, ya'ni mana bu 13, 12, keyin 8, 7, 4 pinlarimizda demak 2 demak o'shanday bo'lar ekan. Xo'p. Endi azizlar, bizda PWM degan pinlarimiz ham mavjud. Unga mana bu 3-pin, 5-pin, 6-pin, 9-pin va 10, 11-pinlar kiradi. E'tibor bergan bo'lsangiz, mana bu joyda kichkina belgicha qo'yib qo'ygan, ya'ni bunaqa to'lqinsimon belgicha qo'yib qo'ygan. Bu nimani anglatadi? Bu pinlar orqali biz impulsli o'zgarishlar amalga oshirishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun ledni xiralashtirishimiz yoki tiniqlashtirishimiz mumkin. Ya'ni mana shu pinlar orqali. Lekin ikkinchi 2 yoki 4, 7, 8 pinlarda esa, 12, 13 pinlarda esa bunaqangi xususiyatimiz yo'q, azizlar. Xo'p. Ana endi azizlar, mana bu RF degan yana bitta pinimiz bor ekan. RF deb yozilgan. Mana bu o'sha pin. Bu pin nima qiladi? Bu analog pinlarga, mana RF. Mana bu analog pinlarimizga tashqaridan maksimalni necha volt berishlik kerakligini, ya'ni necha voltni maksimal deb olish kerakligini bildiramiz bu yerda. Nima shuning uchun ishlatiladi? Bu kelajakda ishlatadigan bo'lsak, batafsil yana tushuntiramiz. Azizlar, eng muhim pinlar mana shulardan iborat edi. O'ylaymanki, sizga tushunarli bo'ldi. Bizda tushuntirishlarimiz sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, kommentariyada darslar yaxshi ketyapti deb yozib qo'ying. Bu bizni ilhomlantiradi, ruhlantiradi, olg'a bosishga, ya'ni ham qiziqarli videolar qilishga undaydi. Azizlar, davom etamiz. Azizlar, endi siz bilan Arduino dasturini o'rnatib olishimiz kerak bo'ladi. U dastur yordamida biz Arduino platasiga kod yozamiz. Bu dasturni o'rnatish uchun brauzerga kiramiz. Brauzerga kirganimizdan keyin mana bu joyga, tepadagi joyga yozamiz. https www.arduino.ss deb yozamiz. Mana shu manzilni eslab qoling. Va enterni bitta bosadigan bo'lsak, Arduinoning ofitsialniy saytiga o'tib ketamiz. Endi siz bilan bu yerda
dasturni yuklab olish uchun Products bo'limiga kirishimiz kerak. Products bo'limidan Arduino IDE degan bo'limga bosamiz. Mana. Salgina pastroqqa tushamiz. Mana bu joyda yuklab olishimiz uchun tugma bor. Bu yoqda siz o'zingizning kompyuteringizni tizimiga qarab yuklab olishingiz mumkin. Linuxlarga, Mac OSga, agar sizda Windows bo'ladigan bo'lsa, mana 64 bitlik Windows 10 lar uchun deyilyapti. Windows 10 va undan kattalar uchun. Download tugmasini bosaman. Yuklanish ba'zida mana shunaqa chiqishi mumkin. Agar bunaqa chiqmasa, demak sizda yuklanayotgan bo'ladi. Agar mabodo bunaqa chiqadigan bo'lsa, demak nima deyapti, qarang. Bu tizim, ya'ni yuklayotganda buni xavfsiz emas deb hisoblayapti. Biz aytamiz, skachat neproverенный faylga bosaveramiz. Chunki bu bizda ofitsialniy ishonchli fayl hisoblanadi. Mana shunday yuklanadi, azizlar. Qarang, mana shu joyda siz papkacha belgisiga bosishingiz mumkin. Bu download, ya'ni загрузки bo'limiga tushgan bo'ladi. Endi mana shu dastur hozir bizda yuklanibdi. Buni o'rnatish uchun ustiga kelib 2 marta tugma bilan sichqonchani tugmasini bosamiz. Rozi bo'lamiz shartlarga va only for me user turadi. Biz next ni bosamiz. Yana install tugmasini bosamiz. O'rnatish juda ham oddiy. O'rnatish ko'rib turganingizdek qiyin emas. Mana azizlar, bizda dasturimiz yuklanib tayyor holatga keldi. Run Arduino IDE deyapti, ya'ni ishga tushirishimizni so'rayapti. Agar xohlasangiz buni o'chirib qo'yib, keyin ishga tushirishingiz ham mumkin. Men o'chirib qo'ydim va finish tugmasini bosdim. Yopaman brauzerimni. Endi mana bu o'rnatilgan dasturimiz ikonkasi hisoblanadi. Ustiga 2 marta bosamiz. Mana shunday oyna ochiladi, azizlar. Ko'rib turganingizdek, bu yerda nimalarni ko'ryapmiz? Qarang, men avval ishlatganim uchun menda Arduino Uno deb tanlanib turibdi. Sizda boshqacha bo'lishi mumkin. Agar sizni platangiz Arduino Uno yoki Arduino Nano bo'lsa, o'shanga qarab moslashtirishingiz kerak bo'ladi. Keling, birinchi o'rinda o'sha sozlamasini qanday qilishni o'rgataman. Bu yerda Tools degan bo'lim bor. Tools degan bo'limga bosasiz. Tools degan bo'limga bosganingizdan keyin pastda Board degan bo'lim bor. Board degan bo'limda mana Board Manager emas, pastda turli xil bizda platalarning nomlari yozilgan. Menda hozir Arduino Uno platasi bo'lganligi uchun shu tanlangan. Agar sizda Nano bo'lishi mumkin yoki Arduino Mega bo'lishi mumkin. Xullas, o'zingizning platangizga moslab birontasini tanlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi ishga tayyor holatga bizning dasturimiz keldi. Azizlar, endi keling, bir chekkadan sekin-astalik bilan bu yerda nimalar yozilgan va nima vazifa bajarishini sekin-astalik bilan tushunishni boshlaymiz. Qarang, umuman olganda Arduino dasturlari qanday tilga asoslangan? Bu C++ dasturlash tiliga asoslangan bo'lib, lekin o'ziga xos Arduino tilida yoziladi. Qarang, mana bu joyda void setup degan kodlarni ko'ryapmiz va shaklli qavslarni ko'ryapmiz. Void so'zi
nimani anglatadi? Umuman olganda setup va qauslar nimani anglatadi? Mana shu jamlangan, mana shu men belgilab qo'yganim, mana shu jamlangan kod bajarilishini anglatadi. Masalan, dastur tomonidan nimanidir bajarib beradi. Faqat bir marta bajaradi. Setup demak, ilk bor bizning qurilmamiz ishga tushgan paytida mana shu setup bir marta nimanidir bajarar ekan. Endi void loop deganni ko'ryapmiz. Bu yerda yozuvni void loop esa takror va takror toki qurilma o'chmagunicha takror va takror bu qayta bajarilib turadi. Juda ham kichik millisekundlarda tez qayta mana shu tarzda bajariladi. Bajariladi deganda mana bu shaklli qavslarimizning ichiga yozilgan kodlarni ya'ni bajarilishini nazarda tutyapman. Demak, void degan narsa bu funksiyani, setup bu funksiya bo'ladigan bo'lsa, funksiyani bildiradi, faqat hech narsa qaytarmaydi. Bu funksiya shunchaki bajariladi, xolos. Bu shunchaki bir marta bajariladi ekan, bu esa takror va takror bajarilib turar ekan. Azizlar, menimcha sizga tushunarli bo'ldi hozir aytayotganlarimiz. Ana endi biz bu yerga dastur yozamiz, oddiy, juda ham oddiy dastur yozamiz hamda u dasturimizni keyin siz bilan birgalikda plataga o'rnatamiz hamda bitta LED chiroqchasini siz bilan yoqamiz. Endi void setup ichiga nima yozamiz? Qarang, pin mode deb yozdim. Pin mode qausni ichiga, keyin mana qausni ichiga yozadigan narsalarimiz bor. Qarang, pin modening ichiga nimalar yoziladi? Pin modening ichiga nimalar yoziladi? Umuman olganda bu yerga masalan 9 deb yozib qo'yishim mumkin. Bu nima degani? Boya siz bilan Arduino Uno platamizda pinlarni o'rgangan edik. O'sha pinlarning ichida 9-pinni esga oling. 9-pinda, ya'ni biz signalni yoki 5 voltni berishimiz yoki 5 voltni uzib qo'yishimiz mumkin edi. Mana shu bu yoqda pin mode nima qiladi? Ya'ni mana shu 9-pinimizni ishga tushirishni ro'yxatga oladi hamda o'sha 9-pinimizni demak, inputmi yoki outputmi o'shani belgilab beradi bizga. Men output deb yozaman. Katta harflarda yozishimiz kerak. Output. Azizlar, mana endi bu yerda nima sodir bo'ldi desangiz, pin mode demak mana bu 9-pinimizni ro'yxatga oladi, ya'ni ishlashga tayyorlaydi va uni output, ya'ni chiqish signalini amalga oshiruvchi qilib qo'yadi. Chiqish signali deganda, ya'ni masalan LEDni yoqish uchun tok beruvchi qilib qo'yadi. Endi azizlar, qanday qilib uni yoqamiz? Mana shu joyda mana shu narsa ham muhim hisoblanadi. Qanday qilib biz endi o'sha LEDimizga tok beramiz? Demak, u 9-pinimizda plus 5 volt oqadi. GND, ya'ni yerni esa va GND pinlari orqali olamiz. Endi loopda biz nima deb yozishimiz kerak bo'ladi? Qarang. Loopda men demak, loopda hech narsa yozmayman, chunki men hozir takrorlanishini xohlamayapman. Shunchaki mana bu joyda yozaman. Digital write deb yozaman. Write. Digital write
Keyin mana bu joyda pin so'rayapti. Qaysi pinligini so'rayapti. Men aytaman 9-pin deyman. Keyin virgul qo'ygan holatda bu yoqda hi deb yozishim kerak. Mana. Endi bu yerda nima bo'ldi? Biz mana shu joyda 9-pinimizni doimo tok beradigan qilib qo'ydik. Mana shu joyda endi biz ledni ulaydigan bo'lsak, ya'ni mana shu dasturimizni hozir Arduinoga o'rnatgan holatda biz siz bilan ledni 9-pinga ulaydigan bo'lsak, demak, u doimo o'sha ledimiz yoniq holatda turadi. Endi azizlar, keling biz Arduinoni ulaymiz. Azizlar, biz Arduino Uno platamizga kompyuter yordamida mana bu dasturni yozganmiz, ya'ni mana shu dasturni endi biz ushbu platamizga o'rnatishimiz kerak xotirasiga va ushbu dastur yordamida biz 9-pinni boshqarishni boshlashimiz kerak azizlar. 9-pin mana bizda. Birinchi o'rinda qilinadigan ish bizda demak mana bu USB kabelimizni olib mana joyga o'rnatib olamiz. Mana. Keyin bu tomonni esa kompyuterimizga tiqamiz. Ehtiyotkorlik bilan mana bunday qilib tiqib qo'yamiz azizlar. Mana. Arduino Uno platamiz ulandi kompyuterga. Mana bu chiroqchalar buni bizga bildirmoqda. Azizlar, ana endi biz dastur urishdan oldin, ya'ni mana bu dasturni urishdan oldin yana bir marta bu dasturimiz nima qilishligini tushunib olaylik. Bizda bor ekan pin mode vazifasi, demak 9-pinni chiqish pini tarzida belgilab oladi ekan. Digital write esa 9-pinimizni ya'ni doim yoqib qo'yar ekan. High degani doim baland, ya'ni yoniq tursin. Ya'ni 5 volt chiqishda plus turadi har doim. Endi bu dastur hozir bizning platamizga o'rnatilmagan. Keling endi siz bilan mana breadboardimizga bitta led chiroqchasini tiqib buni tekshirib ko'ramiz. Led chiroqchamizni demak bizda o'ng tomonda katod, chap tomonda anod. Mana shu tarzda tiqaman. Eslab qoling, o'ng tomonda bizda katod, chap tomonda anod. Anodga rezistor tiqaman va anod oyog'idan yashil bitta jumper kabel ham mana bu joyga ulayapman. Ko'ryapsiz, mana shu tarzda ulayapman. Avval ham buni bir necha bora takrorlagan edik. Mana siz bilan demak, bizda katod oyog'iga esa plyusni mana bu yoqda uladi. Ana endi azizlar, keling sizga yaxshiroq ko'rinish uchun men sal ozgina biroz yaqinlashtiraman. Bunday qilib. Biroz sizga yaqinlashtiraman qulay bo'lishi uchun mana bu tarzda kamerani to'g'rilab qo'yay. O'ylaymanki endi ko'rinyapti. Mana juda ham yaxshi ko'rinyapti deb o'ylayman. Mana bu joyda endi biz yerga GNDga tiqishimiz kerak bo'ladi. Mana. GNDga tiqdik. Ko'rinyapti mana. GND. 2-pin ko'ryapsiz? Demak, buni esa 9-pinga tiqib qo'yaman. Mana 9-pinda turibdi, ko'ryapsiz. 9-pin. Xo'p, azizlar, ko'rib turibsiz, bizda led yonmadi. Sababi dasturimizni hali yuklamadik. Endi keling dasturimizni yuklaymiz. Dasturimizni yuklasak, mana bu simdan, ya'ni qizil simimizdan tok oqib kelib, demak, katodga kelib,
katod orqali nima qiladi? Minusga qarab ketar ekan. Azizlar, keling, mana shu ishni bajaramiz. Men mana bu joyda run tugmasini bosaman. Bosgan paytimda qarang, xatolik sodir bo'ldi. Bu juda ham yaxshi. Nimaga desangiz, xatolik sodir bo'lganda ham nimalar qilishligimizni biz o'rganib boraverishimiz kerak bo'ladi. Hozir bu yerda output degan maydonimizda bizga ma'lumotlar chiqadi. Hozir holatda biz aytyaptiki, mana shu joyda, ya'ni mana bu joyda, mana qatorlarda nima yo'q? Nuqta virgullar yo'q deb yozyapti. Mana bu joyda yozib qo'yadi. Ko'ryapsiz? Demak, biz xato qildik. Nuqta virgullarni qo'yishimiz kerak edi. Keling, ularni qo'yib chiqamiz. Mana nuqta virgullarni qo'yib chiqdim. Endi logni tozalash uchun biz mana bu belgichaga bosamiz. Loglarimiz toza bo'ldi. Endi azizlar, qaytadan biz siz bilan ishga tushirib ko'ramiz. Siz Arduino'ni mana bu joyiga juda ham e'tibor bering, chunki dastur o'rnatilayotganda bu ledchalar o'ynab o'rnatilayotganini bildiradi. Qarang, men mana bu tugmani bosdim. Yana bosishdan avval yana bir narsani eslatib qo'yay. Arduino Uno plata meni tanlangan hozir turibdi. Agar siz tanlamagan bo'lsangiz, mana bu joyda board degan bo'limda kirib, Arduino Our Board orqali o'zingizning Arduino'ingizni belgilab qo'yishingiz kerak bo'ladi. O'shanda u to'g'ri ulanadi. Demak, tugmani bosdim azizlar. Qarang bu yoqqa. Mana o'ynayapti. Demak, dastur yozildi. Chirog'imiz yonda azizlar. Biz muvaffaqiyatli bu ishni bajardik. Tabriklayman. Ya'ni biz 9-pinni doimo tok bilan hozir ta'minlay oldik. Azizlar, davom etaman. Keyingi qadamda endi loop nima qilishini yana bir eslab olaylik. Loop doim takrorlanib turar edi. Mana bunday. Loopni ichida doim tinimsiz, juda ham qisqa vaqtning ichida kodlar qayta takrorlanib o'qir edi. Endi buni amalga oshirish uchun, ya'ni buni sinab ko'rishimiz uchun mana bu joyda low'ni bir marta sinab ko'rishimiz kerak. Demak, mana buni keling kommentariyaga olib turay mana. Kommentariyaga olish uchun, ya'ni kommentariya degani sharh degani, Ctrl tugmasini bosib, mana bu slashni, ya'ni drop belgisini bosadigan bo'lsangiz, mana bunaqa belgini bosadigan bo'lsangiz, Ctrlni bosgan holatda sizda kommentariyaga olinadi. Bu kod ishlamaydi, ya'ni. Keling, mana bu joyda pastga tushaman deb yozaman. Digital write tak 9-pin va low deyman. Endi low desam, ya'ni bunga o'chirish buyrug'ini bergan bo'laman. Ya'ni 9-pinimga o'chirish buyrug'ini bermoqdaman. Yana mana bu tugmani bosaman. E'tibor bering, ana endi dasturimiz yana o'rnatilyapti. Endi nima bo'ldi chiroqchamiz? O'chdi azizlar. Ha, biz chunki o'chirish buyrug'ini bu yerga yozgan edik. Endi keling, loopni ichida ham bitta tajriba o'tkazib ko'ramiz. Yozaman. Digital write qavs. Keyin yana 9-pin va high deyman yana mana. Azizlar, nuqta virgul qolib ketmasin. Boya bizda xato bo'lgan edi. O'sha xato yana takrorlanishi mumkin. Endi yangi kod delay degan kodni o'rganamiz. Delay bu ushlab qolish degan ma'noni bildiradi. 6000 deyman. Ya'ni 6000 ko'p, mayli 5000 deyman. 5000 bu millisekund. 5000 millisekund bizda 5 sekund hisoblanadi. Nuqta virgul qolib ketmasin azizlar. Pastga tushaman. Nima bo'ldi? Demak, bizda aylanayotgan paytida yondi. Aylanish 5 sekundga to'xtab turadi va keyingi kodga o'tmay turadi 5 sekund. Keyingi qator kodimizga o'tgan paytida biz uni o'chirishimiz kerak. Yana yozaman. Digital write qavsni ochaman. 9-pin virgul low.
Azizlar, menimcha tushunarli bo'lyapti. Demak, biz bu yoqda yoqdik. 5 sekund ushlab turdik, ya'ni ushlab qoldik. Delay, ya'ni ushlab qolish. Ya'ni kodimiz mana shu joyda muzlab turadi ozgina 5 sekund, keyin yana o'chadi. Keyin azizlar, agar biz yana bir qator kod yozmasak, ya'ni ushlab turmasak, birdaniga yana bu qatorga o'tib yonib qoladi. Ya'ni biz o'chganini sezmay qolamiz. Shuning uchun biz nima qilishimiz kerak? Yana delay berishimiz kerak bu yerga. Delay yana 5000. Azizlar, nuqta virgul qolib ketmasin. Mana endi bu kodimizni agar biz ishga tushiradigan bo'lsak, siz bilan u holda nima sodir bo'ladi azizlar? Chiroqchamiz 5 sekund yonib turadi. Mana bu 5 sekund ushlab turadi chunki yoniq holatda, ya'ni qotadi, dastur pastga tushmaydi, o'qimay turadi. Keyin o'chadi. O'chgan holatda yana muzlab turadi. Keyin yana qaytadan yonadi. Ya'ni bu kodimiz qayta takrorlanaverar ekan. Mana bunday bo'ladi. 1 2 3 4 deb takrorlanaveradi. Natijada tinimsiz bizda o'chib yonish sodir bo'ladi azizlar. Keling, buni sinab ko'rish uchun ushbu tugmani bosaman. Bosdim. Azizlar, dastur yozildi, yondi. 5 gacha sanang. O'chdi. Ko'rdingizmi? 5 gacha sanang. Hozir yana yonadi. Yondi. Yana o'chadi. Demak, bu jarayon, ya'ni agar buni kompyuterdan sug'urmasangiz, bir umr ham davom etishi mumkin. Azizlar, tabriklayman. Agar sizda ham o'xshagan bo'lsa, tabriklayman. Demak, siz barchasini eplayapsiz. Men bilan birgalikda kodlar yozib, siz endi qurilmalarni boshqarishni boshlayapsiz. Qarang, mana shu darsimizning pullik qismlarini ham albatta sotib oling. U yerda men mana shunaqa tajribalardan, ya'ni murakkabroq, qiyinroqlarini ham ko'rsatishga harakat qilaman va juda ham qiziqarli bo'ladi. Qo'shimcha ma'lumotlar ham aytib o'tiladi. Azizlar, shu bilan 5-darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Robototexnika bu faqat robot yasash emas. Aslida har qanday foydali elektron qurilma ham robototexnikaning bir qismi hisoblanadi. Oldinda siz bilan muhim va qiziqarli bilimlar olishni niyat qilganmiz. Siz ham kanalimizda faol bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddamiz. Har bir darsimizning pullik, qo'shimcha chuqurlashtirilgan qismi mavjud. Uni sotib olib, bizning faoliyatimizni qo'llab-quvvatlang. Kanalimizdan uzoqlashmang. Ko'rishguncha xayr, azizlar.